Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar, hurmatli talabalar. Bugungi mavzumiz psixolog mutaxassislikka kirish. Demak, rejalarimiz quyidagilardan iborat. Birinchisi, psixolog kasbi haqida tasavvur. Ikkinchisi, kasb haqida umumiy tasavvur. Umuman kasbni o'zi nima degan tasavvurga ham kelishimiz kerak. Uchinchisi, mutaxassis va havaskorlar psixologiya xususida psixolog kasbining shakllanish tarixiga to'xtalib o'tamiz. Demak, eng avvalambor mana bu savolga biz javob berishimiz kerak. Ya'ni bu yerda psixolog o'zi kim? Psixolog bu insonlarning ichki ruhiy dunyosi, hissiyotlari, tafakkuri, xotirasi, xulq-atvorini o'rganadigan, ularni tushuntirish va zarur hollarda yordam ko'rsatish bilan shug'ullanadigan mutaxassis hisoblanadi. Demak, psixologning bir qator vazifalari mavjud. Aynan mana shu vazifalarga biz nima qilamiz? To'xtalib o'tib ketamiz. Undan oldin o'sha psixologiya va psixologlar haqidagi ayrim bir afsonalar keltirib o'tilgan. Demak, birinchidan bu yerda insonlarni tashqi qiyofasidan bilib oladigan shaxs sifatida tasavvur qilishgan, insonlarni tushuna oladigan shaxs sifatida tasavvur qilishgan, psixolog o'zgalarning xulq-atvori, hislarini, fikrlarini boshqara oladigan shaxs sifatida tasavvur etishgan, har qanday sharoitda o'zini boshqara oladigan shaxs sifatida odamlarda tasavvur uyg'otgan psixolog bu o'sha hayot haqidagi boshqalardan ko'proq biladigan donishmand inson sifatida e'tirof etilgan. Endi biz zamonaviy talqinda ko'radigan bo'lsak, psixolog bir qator vazifalarni bajarishi kerak. Demak, birinchisi bu insonlarni shaxsiy va ijtimoiy muammolarni aniqlash endi ilmiy psixologiyada. Ikkinchisi ruhiy holatlarni tahlil qilish va tushuntirish. Uchinchisi mos psixodiagnostik testlarni o'tkazish va to'rtinchidan mijozga maslahat berish, ya'ni uni o'sha ruhiy qo'llab-quvvatlashi kerak bo'ladi. Xo'p, va bu yerda yana beshinchisi barqaror ruhiy salomatlikni ta'minlashga yordam beradi. O'zi psixologlar qanday sohalarda ishlashi mumkin degan savol bo'ladi. Demak, o'sha nimalarga to'xtaladigan bo'lsak, ta'lim tizimida, masalan, maktablarda, universitetlarda psixologlar shu kasb tashkil etilgan. Va keyin sog'liqni saqlash tizimida klinik va tibbiy psixologlar bor va ishlab chiqarish va biznesda kadrlar bilan ishlaydigan psixologlar bor bu yerda. Huquq tartibot sohasida huquqshunos va kriminal psixologiya bo'yicha mutaxassislar mavjud. Demak, oila va bolalar psixologiyasi bo'yicha ham mutaxassislar mavjud. Demak, oilaviy maslahatchi, bolalar psixologi va boshqa demak ularni o'sha taraqqiyotini o'rganuvchi soha ham hisoblanadi. Psixologga qo'yiladigan bir qator talablar bor. Demak, yuqori darajadagi empatiya, ya'ni empatiya deganda boshqalarni his eta olish qobiliyati yaxshi rivojlangan bo'lishi kerak. Sabr, toqat va mulohazakorlik talab etiladi. Va uchinchidan ilmiy bilim va nazariy tayyorgarlik bo'lishi kerak. O'sha psixologiya sohasiga doir bir qator bilimlarga ega bo'lishi kerak. Va qaror qabul qilishda obyektivlik, ya'ni subyektivizm yerda bo'lmasligi kerak. Obyektiv qarorlarni qabul qilish kerak. Muloqot va ishonch uyg'otish mahorati bo'lishi kerak. Jamiyatda psixologlar haqida turli tasavvurlar bor. Biz mana bu tasavvurlarga ham to'xtalib o'tdik. Ayrim psixologlar faqat muammolar bilan ishlaydigan mutaxassis deb bilishadi ayrimlar psixologni. Boshqalari esa uni hamma narsani bilib darrov yechim topadigan degan tasavvurlarga ham kelishadi. Aslida esa psixolog insonga muammosini hal qilish yo'lini ko'rsatadigan, ruhiy resurslarni ochib berishga yordam beruvchi shaxs hisoblanadi. Demak, bu psixologlik kasbi insonga yordam berish, uning ichki dunyosiga kirib ruhiy barqarorlik va sog'lom hayotga yo'l ko'rsatish kasbi hisoblanar ekan. Demak, mana shunday murakkab kasb mas'uliyat, sabr va insonparvarlikni nima qiladi? Talab etar ekan. Endi biz keyingi slaydlarimizga o'tadigan bo'lsak, kasb haqida tushuncha nima? Kasb bu nima o'zi? Mana bu yerda biz keltirib o'tyapmiz. Kasb o'zi umuman olganda, mana Klimov fikrini oladigan bo'lsak, kasb fenomeni negizida umumiy va ijtimoiy psixologiyaning predmeti yashiringan bo'ladi. Tabiiyki, kasb madaniy, tarixiy rivojlanish negizida o'zgarib boradi. Bakaslovskining fikricha, bu shunday faoliyatki, shaxs orqali jamiyat hayotida faol ishtirok etadi va uning uchun moddiy manba vazifasini bajaradi va kasb orqali shaxs o'zini o'zi namoyon etadi deb nima qiladi? Aytadi. Demak, kasb o'zi umuman olganda
bu insonni muayyan bilim, malaka va ko'nikmalarga asoslangan mehnat faoliyati hisoblanadi. Bu insonning jamiyatdagi o'rnini belgilaydi. Moddiy va ma'naviy ehtiyojlarni qondirishga xizmat qiladi. Kasbning asosiy bir belgilari nimalardan iborat degan savol paydo bo'lishi mumkin. Maxsus bilim, ko'nikmalar talab qilinadi. Masalan, o'qituvchilik kasbimi, tabiblikmi yoki muhandislikmi, bularning barchasi undan o'sha maxsus bilimlarni talab qiladi. Mehnat faoliyati orqali amalga oshiriladi, jamiyat uchun foydali hisoblanadi, insonlarning shaxsiy qiziqishlari va qobiliyatlari bilan bog'liq bo'ladi. Kasbning inson hayotidagi ahamiyatiga to'xtalar ekanmiz, insonning ijtimoiy maqomini belgilab beradi. Moddiy ta'minlash vositasi hisoblanadi. Shaxsiy qobiliyat va iste'dodlarni ro'yobga chiqaradi, jamiyat taraqqiyotiga hissa qo'shadi va shaxsning hayotiy maqsad va o'zini anglashini ta'minlab beradi. Endi kasblarning turlari ko'p, bu masalaga biz nima qilib o'tirmaymiz, lekin bitta jihatiga to'xtalib o'tishimiz kerak. Inson tabiat, masalan, agronomlar, biologlar, veterinarlar yoki inson texnika, inson o'sha nima deydi, injenerlik, mexanik, IT mutaxassislik va hokazolar. Inson masalan o'qituvchi, psixolog, yurist, bular bu inson turlariga kiradi. Inson san'at, masalan, rassomlar, musiqachilar, aktyorlar va hokazolar. Demak, inson belgilar tizimida matematik, programmist, buxgalterlar va hokazolar ham bu nima qiladi, o'sha kasb turlariga kiradi. Biz endi umumiy holatda oldik, mana bu yuqoridagi olimlarning fikridan kelib chiqqan holatda. Va keyingi nimalarimizga o'tadigan bo'lsak, mana Klimov kasbning turli jihatlarini ko'rib chiqadi. Demak, bu yerda mana keltirilyapti kasb insonlarni birlashtiruvchi omillar, ya'ni bir xil muammo va bir xil hayot tarziga olib boruvchi deb nima qiladi, aytib o'tadi. Va ikkinchidan, kasb psixologning kasb faoliyatidagi obyekt va predmetni ajratib olish bilan bog'liq bo'ladi yoki kasb tarixiy rivojlantirish tizim sifatida e'tirof etiladi. Endi mana biz yana bir nimaga to'xtalib o'tib ketamiz, o'sha kasblar to'g'risida. Bu yerda birinchidan kelyapti, bu mehnatning alohida turi bo'lib, psixologlardan qator mutaxassislar bilan hamkorlik qilishni talab etadi deb aytyapti. Bu doimiy tayyorgarlikni talab etuvchi mehnat, bu bajarilgan ishga rag'bat talab etuvchi mehnat, bu ijtimoiy foydali mehnat. Bu shaxsga jamiyatda muayyan mavqe beruvchi mehnat haqida yuqorida ham aytib o'tib ketdik. Demak, umuman o'sha biz bu yerda yana nimaga keltirib o'tyapmiz, o'sha olimlarning fikrini. Demak, bu yerda birinchidan kelyaptiki, ommaviy psixologiya muayyan hayotiy vaziyatlar bilan bog'liq, ilmiy psixologiya esa inson hayoti va faoliyatining umumiy qonuniyatlari asosida aniqlangan umumiy bilimlar tizimidir deb aytyapti. Yoki keyingisiga o'tadigan bo'lsak, ommaviy bilimlarning maqbul variantlari kam ilmiy bilimlarga ega muayyan tartibga bo'ysunadi deb aytadi. Ilmiy psixologiyada keng qamrovli, ishonchli va rang-barang faktlarga, ma'lumotlarga asoslanadi. Ilmiy bilimlarni umumiy tavsifnomasi uning tizimli tartibini, ilmiyligini ko'rsatib beradi. Demak, biz o'sha psixologlar to'g'risidagi faktlarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, psixolog kasbining shakllanish tarixiga to'xtalar ekanmiz. Bu o'sha qadimgi davrlarni oladigan bo'lsak, psixologiya mustaqil fan sifatida paydo bo'lishidan avval falsafa va tibbiyot tarkibida rivojlangan va qadimgi Misr, Hindiston, Xitoy va o'sha Yunon faylasuflaridan Gippokrat, Aristotel, Platon inson ruhiyatini, xotira va hissiyotlari va xulq-atvoridagi dastlabki qarashlarni ilgari surishgan. Va endi bu yerga misol keltirishimiz mumkin. Gippokrat insonni temperamentini 4 xil suyuqlik bilan bog'laydi. Aristotel esa ruh haqidagi birinchi ilmiy asarlarni yozganligidan ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. O'rta asrlarda islom olamida Ibn Sino, ya'ni Avicenna inson ruhiyati va psixosomatik kasalliklar haqidagi ilmiy fikrlarni bildirgan. Uning kitob Ush-Shifo va Al-Qonun fi Tibb asarlarida psixologiya bilan bog'liq bir qator g'oyalarni uchratishimiz mumkin. Yevropada o'sha o'rta asrlarda ruh haqidagi bilimlar asosan diniy ta'limotlar bilan bog'langanda va bu yerda tibbiyot va falsafa ayrim ilmiy qarashlar ma'lum darajada saqlanib qolgan. Endi yangi davrga biz to'xtalar ekanmiz. Bu yerda ko'ramizki, psixologiya asta-sekin falsafadan ajralib chiqib boshladi. Dekart ong va tanani ikki xil mustaqil jarayon borligini
ta'kidlaydi. 17-asrlarda tajriba kuzatishlar asosida inson ruhiyatini o'rganishga urinishlar uchrab turadi. 19-asrga kelib psixologiya mustaqil fan sifatida shakllanish jarayoniga kiradi va ilmiy psixologiyaning boshlanishiga biz to'xtaladigan bo'lsak, bu mutlaq o'sha falsafa fanidan ajralib chiqishi 1979-yilda Germaniyaning Leipzig universitetida ishlagan olim Wilhelm Wundt tomonidan birinchi psixologik laboratoriya tashkil etildi. Bu sana psixologiyani mustaqil fan sifatida tug'ilgan kuni ham hisoblanadi. Ana shu davrdan boshlab turli yo'nalishlar, masalan o'sha behaviorizm, gestalt psixologiya, psixoanaliz va boshqa yo'nalishlari shakllanganligini ko'rishimiz mumkin. Endi 20-asrda psixolog kasbining rivojlanishiga to'xtalar ekanmiz. Bu yerda psixolog kasbi amaliyotda keng qo'llanilib boshlandi. Ta'limda, tibbiyotda yoki masalaylik ishlab chiqarish, harbiy sohalar, oilaviy masalalarda Zigmund Freud psixoanalizni yaratdi, Karl Jung, Alfred Adlerlar kabi olimlar shaxs psixologiyasiga katta hissa qo'shdilar. Jean Piaget kognitiv rivojlanish nazariyasini ishlab chiqdi. Rogers va Abraham Maslow'lar gumanistik psixologiyani nima qildi, rivojlantirdi. Va hozirgi davrga to'xtalar ekanmiz, psixolog kasbi butun dunyoda eng talabgor kasblardan biriga aylandi. Zamonaviy psixologiyada turli sohalar mavjud: klinik, pedagogik, yuridik, sport, ijtimoiy, amaliyotchi psixologlar mavjud. Psixolog nafaqat muammoli holatda, balki sog'lom shaxs rivojlanishida ham muhim rol o'ynaydi. Umuman biz xulosa sifatida aytishimiz mumkinki, psixolog kasbi insonning ruhiy dunyosi haqidagi ilk falsafiy g'oyalardan boshlanib, ilmiy laboratoriyalar va zamonaviy psixodiagnostika usullari orqali rivojlanib kelganligini ko'rishimiz mumkin. Bugungi kunda u jamiyatda muhim va zarur kasblardan biriga aylandi. E'tiborlaring uchun rahmat.